O'rtoqlar, Yangi Toshkentga svet qayerdan keladi deysizlar. Yangi Toshkent o'zida katta 220-35 kilovoltli podstansiya qurilyapti. Bu birinchi podstansiya yopiq ko'rinishida va 220 ham shahar ichida bo'lishi bu birinchi marta. Juda katta qurilish ketyapti. Shuni ichida mana transformatorlar bo'ladi. Mana shu yoqqa kelib, mana zakovoltli liniya kelib shu yoqqa ulanib, piyodan уже kabel ko'rinishida shaharga liniyalar chiqib ketadi. Bitta ham visokovoltli stalbalar, anaqa oporalar bo'lmaydi. Shaharda hammasi yer ostida bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Xovchin kompaniyasi, UET kompaniyasidan birgalikda 220-35 birinchi yopiq podstansiyasi qurilyapti. Shu podstansiya xudo xohlasa afzalliklari shundan iboratki, svet uzluksiz beriladi, ta'minlaydi va ko'rinishi muzeyga o'xshaydi. Rasmlarni qo'yib boraman. Chiroyli mana rasmlardek bo'ladi.